Gepatit B jinsiy yo'l bilan yuqadi. Venalarni kengayib, o'sha yerdan qon ketib qolishdan, mana shundan inson nobud bo'lib qolishi mumkin. Yuqish ehtimolligi gepatitda 99%. Nimaga rangi sariq narsani mumkin emas deyapti? Sariq narsani yesa bo'ladi. Keling, siz bilan bugun o'sha gepatit virusi haqida gapirsak. Gepatit virusi o'zi qanchalik xavfli virus? Ba'zi insonlar aytadi, 20 yildan beri yashayman, davolanmayman, yuraveraman deyshadi. Ba'zilar mana 5-6 1-2 yil ichida o'sha jigariga suv yig'ilib, boshlanib, ancha og'ir oqibatlarga olib kelib qo'yadi. Nimaga bunaqa katta farq bo'ladi? Farqi bu virusni kelib chiqish mexanizmiga, etiologiyasiga bog'liq bo'ladi. Shunaqa viruslarimiz bor. Parentral yo'l bilan yuqadigan viruslar. Parentral yo'l bilan yuqadigan viruslar bularga gepatit B, gepatit C, gepatit D viruslar kiradi. Yana viruslarimiz kelib chiqishiga qarab turib, entral yo'l bilan yuqadigan viruslar bor. Bular gepatit A bilan gepatit Y. Savolingizga javob qilib, nimaga inson virus bilan men ko'p yashayapman, menga hech nima bo'lmayapti degan savoliga javob, gepatit A bilan gepatit Y xronik gepatit deyiladi bizning tilimizda. Bu narsagacha olib kelmaydi. O'sha uchun virus organizmga kiradi, bitta jadal jarayon bo'ladi, undan keyin organizmdan to'liq eliminatsiya bo'lib chiqib ketadi. O'sha uchun bu viruslar xroninizatsiyaga o'tmaydi, surunkali formaga o'tmaydi. Mana keyin biz eshitganmiz, gepatit A bilan kasallangan inson bir marta davolansa, qaytib kasal bo'lmaydi. Yo'q, qaytib kasal bo'lmaydi. Sababi buni kasal bo'lib o'tgandan keyin organizmda immunoglobulinlar vujudga keladi. O'zi gepatitani qo'l yuvmaslik, mevalarni yuvmasdan yeyish oqibatida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. O'sha uchun bu kasallik asosan ko'p yosh bolalarda ko'p uchraydi. Kattalarda uchrashining sababi ham bor. O'sha san gigiyenaga rioya qilmagani uchun ularga ham yuqib qolish ehtimolligi bor. Butunlay men hali aytganimdek, gepatit A bilan kasal bo'lgan inson boshqa gepatit A bilan boshqa kasal bo'lmaydi. Chunki organizmda surunkali formaga bu o'tmaydi. Shu gepatitlardan. O'sha uchun xavflilik darajasi past bu viruslar. Demak, inson organizmida doimiy immunitet o'zi bo'ladi, hosil bo'ladi. Nimaga bu holat gepatit B, C, D bilan sodir bo'ladi? Sababi gepatit B, gepatit C, gepatit D bular parentral yo'l bilan yuqiladi. Parentral yo'l yuqish degani tibbiy muolajalar oqibatida, stomatologiyadan, xirurgik muolajalar orqali jinsiy yo'lda yuqadigan viruslar hisoblanadi. Organizmga bular kirganidan keyin bularning inkubatsionniy jarayoni, yuqish inkubatsiyasi sal sekinroq o'tadi. Shu sababli organizmda bu surunkali formaga o'tib ketib qoladi. Surunkali formaga o'tish degani bu 6 oydan ko'p bo'lib kasal bo'lib, virusli kasal bo'lib o'tgan odamdan keyin o'shani 6 oy ichida yaxshi davolamasa surunkali formaga o'tib ketib qoladi. Surunkali formaga o'tib ketib qolgandan keyin shu gepatit B, gepatit C, gepatit D larni agar inson o'ziga yaxshi qaramasa, vaqtida o'sha parhezini, dori-darmonlarini vaqtida qilmasa, og'ir narsalarni ko'tarsa, yana undan tashqari alkogolni iste'mol qilsa, og'ir ovqatlar, yog'li ovqatlarni yeyishning oqibatida bu surunkali virusli gepatit keyingi asoratlarga olib kelishi mumkin, sirrozga olib kelishi mumkin, assidga olib kelishi mumkin. Qon qizilo'ngach venalardan qon ketishlariga olib kelishi mumkin. Ba'zi insonlar lekin aytishadi-da, men 20 yildan beri kasalman, 10 yildan beri kasalman yoki 15 yildan katta muddatda kasalman, davolanmaganman, men normal yuribman deb kommentariyada yozishadi. Bo'lmagan gap, videolarda gaplar hammasi yolg'on deyshadi. Mana shu gaplar qanchalik to'g'ri? Yo'q, biz gapimiz to'g'rimi yoki kommentariyada yozayotgan gaplar to'g'rimi? Endi patsientlar bular umumiy ahvoliga qarab turib baho berishadi. Ichkarida nima bo'layotganini bilishmaydi. Umumiy ahvoli insonni yaxshi bo'lib yurishi mumkin. Lekin shunaqa viruslarimiz borki, gepatit C, mana hech qanaqa darak bildirmaydi. Lekin inson 40-50 yoshdan keyin o'tganidan keyin
bundan jigarda sirroz bo'ladi. Sirrozdan keyin gepatosellyularniy rakka olib kelishi mumkin. O'sha uchun buni nomi rus tilida aytaman, laska ubitsa deyiladi. Jigarda orishi oxirgi stadiyalariga borib qolganda, jigar shishib ketgandan keyin, o'shandan keyin og'riqli paydo bo'ladi. Ungacha jigarda og'riqlik hech nima bilinmaydi. O'sha uchun ko'p insonlar men hammam yaxshi yuribman, menda hech qanaqa diskomfortlik yo'q deb yurishadi-da. O'shaning oqibatida o'zi bilmagan holatda jigardan ayrilib qolish ehtimolligi yetib boradi. O'sha sirroz, rakkacha olib keladi. Endi buni jigari surunkali jigar kasalliklarini o'z vaqtida qaramaslikdan oqibatida jigari o'zini asoratlari vujudga keladi-da. O'sha aytilgandek sirroz, rak, assit, qizilo'ngach venalarini kengayib, qon ketib qolishiga olib keladi. Gepatit diagnozini bizada klinik tashxis qo'yishimiz mumkin, laboratorniy tashxis qo'yishimiz mumkin-da. Laboratorniy tashxis qilinganida ko'pchilik insonlarda, masalan, hozirgi eng zamonaviy metodikalardan biri o'sha PCR diagnostika virusni replikatsiyasini qarab turadi. Shu virusni replikatsiyasiga qarab turib, replikatsiya degani nima degani? Virusning ko'payishi degani. O'sha PCR usulida sonini tekshiriladi virusni, shuniga qarab turib, qaysi darajadaligini turib, agar PCR-da virus aktiv fazada bo'lsa, boshqacha tilda tirik virus bo'ladigan bo'lsa, bu albatta organizmda qanaqadir noqulaylik sharoitda yoki o'sha alkogol ichganda yoki yog' ovqatli yegandan keyin yoki organizmga nagruzka qilganidan keyin virusning soni ko'payish ehtimolligi bo'ladi. Virusning soni ko'payishning oqibatida bu gepatosit jigar hujayralarining yemirilishiga olib keladi. Yemirilish oqibatidan keyin o'sha aytilgandek sirroz oqibatida asoratni qilib assit o'sha kasalliklarga olib kelishi mumkin. O'sha uchun men aytmoqchimanki, hamma tomoshabinlarimizga, kanal obunachilarimizga o'z vaqtida jigaringlarga e'tibor berishinglarni. Kamida 6 oyda bir martalab bioximik tekshiruvni, UZIni, hozirgi ya'ni yangi metodikalardan biri fibroskan tekshiruvi chiqib kelgan. U jigar zichligini qarab turib, jigarda qanaqa o'zgarish ketayotganini ko'rsatib beradigan metodikalar chiqqan hozir. B virusi ichkariga tushgandan keyin nima mexanizmi sodir bo'lishni boshlaydi? Endi mexanizmi virusi biz aytganimizdan keyin o'tkir virusli gepatit B bo'ladi, surunkali gepatit B bo'ladi. Buni farqi aytganimdek, o'tkir virusli gepatit organizmga o'sha tibbiy muolajalar qilinganning oqibatida, masalan, kasallangan qon yoki kasallangan insonni virusi o'sha shprits yoki xirurgik yo'lda tushib qolganiga qarab turib vujudga keladi. Endi har bir virusni o'zini bosqichi bor. Birinchi inkubatsionniy vaqti, to есть organizmga kirib, o'sha organizm ichiga kirib, ko'payish darajasigacha ko'payib oladi. Buni inkubatsionniy vaqti, masalan, virusli gepatitni 6 oy. 6 oy ichida organizmga kirib olib, sekin organizmga moslashib oladida, keyin keyingi etapiga o'tadi. Keyingi etapida o'sha sariqlik paydo bo'ladi. Inkubatsionniy periodda, o'sha inkubatsiya vaqtida odamda analizdan aniqlasa bo'ladimi? Aniqlasa bo'ladi. Hozir oldingi paytligiga nisbatan hozirgi paytda meditsina juda rivojlanib ketdi. Polimerazli tsepная reaksiya PCR diagnostikasi paydo bo'lgan. O'sha PCR diagnostikasida shu organizmga tushgan virusni erta aniqlasa bo'ladi. Endi uni erta aniqlagandan keyin bunga shunga qarab turib odam diyetaga o'tiradi, keyin o'sha tibbiy muolajalarni o'zini o'tkazadi, o'sha protokol bo'yicha gepatit davosini shularni qilib tursa, virus ehtimolligi bor, surunkalikka o'tmaslikka ehtimolligi bor. Endi agar inson gepatit B bilan kasallanib o'tdilar, undan keyin u odam lecheniya oldilar. Fermentlari tushdi, bilirubin tushdi. Lekin qaysidir vaqtdan keyin bu inson o'ylaydi, men tuzalib ketdim deb, virus surunkalikka o'tib ketadi. Mana shunisi eng xavfli hisoblanadi. Surunkalikka o'tgandan keyin bu bemor bilyapti, men tuzaldim deb ketyapti-da, bu surunkalikka o'tib ketganini bila olmayapti.
1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, undan keyin jigarda bezovtalik bo'ladi, og'irlik bo'ladi jigar sohasida, jigar kattalashishi bo'ladi, o't qopida og'riqlik paydo bo'ladi, inson ko'ngli aynab turadi, jig'ildon qaynaydi. Mana shundan keyin bu inson borib tekshiruv qilingandan keyin jigarda katta o'zgarishlar ketayotganini ko'radi. Demak, davolanib tugatgandan keyin o'zini yana erkin qo'yib yuborib, yana eski hayot tarziga o'tib ketsa, keyingi oqibati bundan battarroq bo'ladi. Bundan battarroq bo'ladi. Ha, shunda battarroq bo'lgani hisobiga nimani hisobiga bo'ladi? Agar shu inson lecheniya qilganidan keyin parhezini ushlab tursa, og'ir narsalarni ko'tarmasa, har o'sha 3 oyda, 6 oyda jigariga e'tibor berib tursa, jigarda asoratlar bo'lmaydi. Lekin agar shunaqa paytlarda asoratlar ko'payib chiqib qolsa asorati, unda biz nima ish qilamiz? Unda yana aytganimizdagi o'sha doktorlarga uchrashib, keyinchalik keyingi protokol bo'yicha lecheniyalarni hammasini qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin eng yomon narsa surunkali darajaga o'tib qolishi. Surunkaliga o'tib bo'lganidan keyin qaytarish juda qiyin bo'ladi jigarni. Gapimiz orasida ko'p chiqdi, parhez duosi. Bizda ko'p bo'lgan, murojaat bo'lgan adam gepatit bo'lgan yoki tog'am, amakim, ko'proq asosan erkaklarda gepatiti bor, davolanadi, lekin parhez qilmaydi deb aytishadi. Parhez qanchalik muhim mana shu gepatit bilan kasallangan insonda? Endi parhezni ahamiyati juda katta. Dori bergandan ko'ra parhezni ahamiyati kattaroq. Sababi nimaga? Parhez qilib turgandan keyin o'sha jigarga nagruzka kamayadi. Nagruzka kamaygandan keyin jigar o'z faoliyatini yaxshi ishlab boradi. Jigarni organizmni bilasizlar, bu qon filtrini vazifasini bajaradi. Ichida juda ham ko'p biokimik jarayonlar ko'p kuzatiladi. O'sha albuminni paydo bo'lishi, oddiy qon faktorlaridan o'sha trombositlarni faktoriga ta'sir qiladigan hamma biokimik jarayonlar ko'p bo'ladi. Parhezning oqibatida jigar o'z holatiga vujudga keltirib oladi. Jigar bilganimizdagi eng katta bez hisoblanadi. Bu regeneratsiya xususiyatiga ega. Regeneratsiya degani yangi hujayra paydo bo'lishi. To есть jigar yemirilgan hujayralarning o'rniga yangi hujayralar, jigar hujayralarini paydo bo'lishini o'shani regeneratsiya deyiladi. Endi bu tiklangandan keyin jigar agar parhez qilib turiladigan bo'lsa, jigar tiklangandan keyin o'z faoliyatini yana biokimik jarayonlarda ishtirok etadi yangi o'sha hujayralar. O'shani hisobiga biz parhez qilsak, jigarimizni asragan bo'lamiz. Keling, mana shu joyda, mana siz vrach sifatida bir ikkita narsalarni aytib bersangiz, nima qilsa shu to'g'ri parhez bo'ladi? Jigar kasalliklarida parhez deganda biz nima deb tushunamiz? Birinchi o'rinda jigar kasalliklarida eng yaxshi rezultat beradigan narsamiz ko'proq suyuqlik ichish. Ko'p suyuqlik ichish. Ko'p suyuqlikni ichishning oqibatida organizmga suyuqlik kirib turib, pochka yaxshi ishlagandan keyin qonni tozalanishi kuchli bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchi parhezimiz qilinadigan narsa jigar kasalliklari kasal bo'lib o'tgan odamlarda og'ir ko'tarish mumkin emas. Og'ir ko'tarish deganda shu 5 kilodan ham yuqori yuk og'irlik hisoblanadi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Uchinchidan, mana yeyotgan ovqatlarimizda yog'liq, achchiq, sho'r narsalarni ratsiondan olib tashlash kerak. Alkogolni ratsiondan olib tashlash, lekin undan tashqari jigarga yana yomon ta'sir qiladigan narsalarimiz o'zimizni ichayotgan hozirgi paytda dorilar. Mana savalgina shomollab qoladi odam yoki sal tomog'i og'rib qoladi. Biz o'rganib qolganmiz. Nimisil ichib o'rgan yoki paracetamol ichsa yaxshi bo'ladi bir pasda. Bular hamma dorilar, mana bular eng jigarga xavfli dorilar hisoblanadi. Sababi bular jigar hujayrasiga ta'sir qilib, uni nekrozigacha olib kelishi mumkin. Shu uchun bilmagan holatda jigaringlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, unaqa dorilarni ichishdan oldin mutaxassislar bilan maslahatlashib qilganingiz ma'qul. Virusli gepatitlarda 6 oygacha parhezni ushlab turishimiz kerak. Parhez 6 oyda. Agar o'tkir virusli gepatit bo'lingan bo'lsa. Detox videosini ko'rib qoldim. Bunday shu jigar muammosi, sirrozda aytdi. Jigar doim yumshoq, yaxshi ishlashni xohlasanglar, qizil lovlak yeyinglar. Yashil rangli
sabzavotlar yeylar, keyin chesnok iste'mol qilinglar deb aytdi-da. Sariq rangi bor narsa yemanglar, sariq rangi bo'lmasin deb aytdi. Keyin o'sha mana bunaqa haligi yelli narsalar borku, no'xat, jo'xorilar, o'shunaqa narsalar tavsiya qilinmaydi dedi. Ko'proq mana shunaqa sabzavot, brokkoli, karom, turib, mana shunaqa yashil rangi bo'lsin, yashil bodring deb aytdi. Shu narsa qanchalik to'g'ri? Bu juda to'g'ri aytilgan narsa. Endi bu narsani asosiy aytilishini sababi bular hozir aytayotgan narsalaringiz hamma mevalar, sabzavotlar bular oson hazm bo'ladi. Oson hazm bo'lgan narsada organizmda oson hazm bo'lganda jigarni yoki oshqozon osti bezini yoki o't qopini kuchi kamroq ketadi. O'sha hisobiga o'sha organlarni yaqinda turgan organlarga zarar kamroq bo'ladi. Organizm tez tuzalishga intiladi. Endi siz aytganingizdek, mana no'xat, jo'xori bular sal og'irroq hazm bo'ladi. Nimani hisobiga? Yemli bo'lganda gaz образование deyiladi. Gaz ko'p qorinda damli vujudga keladi. O'sha dam bo'lganidan keyin ichinglarda dam bo'lishni hisobida ichinglar jigarni itarishni boshlaydi. Tepada diafragma itarib turganda, pastda ichinglar itarganda jigar ezilishni boshlaydi. O'shani hisobida organizmda noqulayliklar paydo bo'ladi. O'shani hisobini bo'lmasligi uchun bular aytganlardagi dietalari tez hazm bo'ladigan meva, sabzavotlarni tavsiya qilyaptilar. Nimaga rangi sariq narsani mumkin emas deyilyapti. Sariq narsani yesa bo'ladi. Lekin bitta narsani bilishingiz kerak, jigar kasalligida asosiy simptomlarda agar jigar yaxshi ishlamasa, o't almashuv buzilgani hisobiga bitta simptomlari jigar kasalliklarida sarg'ayish, bilirubinni ko'tarilishi. O'sha bilirubinni sariqli narsani ko'p yeb qo'ygani hisobiga organizmda sariqlik paydo bo'lib qolishi mumkin. O'shanda sizlar buni bu jigar kasallik, jigarda muammo bo'lyapti deb qo'rqib ketishingiz mumkin. Bu sariqlik bilan jigar sariqligini farqlash. Mana sariqlik mana biz ko'pincha har kuni sabzi sokini ko'p iste'mol yoki apelsinli sok ko'p iste'mol qilish oqibatida organizmda bularda moddalar ajralib sarg'aytirib oladi organizmni. O'shanda ko'plar kelganda bizning yonimizga, "Voy, bizda jigarimizda muammo paydo bo'lib qoldi, biz sarg'ayib ketdik" deb kelishadi. Yo'q, bu sarg'ayishlik hisoblanmas. O'shanda biz tekshiruv qilsak, bilirubinni tekshirsak, bilirubin yaxshi bo'ladi, ko'z sklerasini qarasak, oppoq bo'ladi. Bu organizmda o'sha ichidagi tarkibidagi mikroelementlarning ko'pligini hisobiga tanaga urib olgan bo'ladi. Mana gepatit alomatlari. Birinchi alomatlar nimadan boshlanadi? Jigar kasalliklarida 3 ta faktorga e'tibor beramiz-da. Birinchi og'riq, ikkinchisi asteno-vegetativniy sindrom, uchinchisi dispeptitskiy sindrom. Bu jigar kasalliklarida bo'ladigan narsa. Endi qarang, bu nima degani? Og'riq deganimizda o'sha jigar sohasida o't qopi yo'lida o'sha og'riqlar paydo bo'lishi. Xuddi jigar osilib turgandek, pastga tortish xususiyatlar bo'ladi. Bu og'riq sindromi deb aytiladi-da. Endi asteno-vegetativniy sindrom degani bu asab sistemasida o'zgarishlar bo'ladi, holsizlik bo'ladi, yotoqchilik bo'ladi, tez charchash bo'ladi. Mana bu shunga xos narsalar. Dispeptik sindrom deganda bu jigar kasalliklarida kuzatiladigan narsalar ko'ynaynash, qusish, ish ketib qolish bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar bo'ladi. Mana endi har birini sekin mana masalan jigar kasalligida masalan nimaga e'tibor berishimiz mumkin? Birinchidan jigar alomatlaridan ko'ynaynash bo'ladi, charchash bo'ladi. Lekin jig'ildon qaynashi bo'ladi. Bundan tashqari ko'ynanib qusishlar bo'ladi. Mana shular paydo bo'lganidan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin sarg'ayishlar paydo bo'lishi mumkin. Agar jigarga xos bo'ladigan bo'lsa. Ozgincha vaqt deganingiz qancha vaqt? Endi uni aytganimdagi har bir virusda o'zini anaqasi bor-da, vaqti bor. Mana inkubatsionniy, kataral davri, avj olish davri, avj olganidan keyin keyingi etapi sariqlik davri. Mana shuni o'zining davriga har bir virusda o'zinikida vaqt bo'ladi. Endi buni professional vrach уже borganda bemor aniqlab beradi. Protokol bo'yicha bularga to'g'ri yo'nalish jo'natadi. O'sha inson gepatit o'zida gumon qilganda birinchi gepatologga uchrash kerakmi, infeksionistga uchrash kerakmi? Kim o'zi nimasi bu kasali bu? Gepatit B, gepatit C'larni yoki gepatit A'larni o'sha infeksion shifoxonalarda davolanadi.
o'sha virusning replikatsiyasi kamaygandan keyin, ko'payishi kamaygandan keyin, yuqish darajasi chiqib ketganidan keyin uni bemalol o'sha yo terapevt yoki gepatolog shug'ullanadi. Mana biz izlanish olib borganimizda ma'lumot aniq bo'lganki, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini saytlaridan, Rossiya gepatologiya va yuqumli kasalliklar nimalarning saytlarini qaraganimizda o'sha yerda ma'lumot chiqqan, gepatit virusi, gepatit B virusi jinsiy aloqadan yuqadi degan narsa chiqqan. Biz o'shani keyin material qilib chiqqanimizda bir nechta negativlar paydo bo'lgan, yuqmaydi. Men erim gepatit bilan kasal, 20 yildan beri yashayman. Menda gepatit virusi yo'q deganga o'xshagan bir nechta kommentariyalar bo'lganda, mana siz vrach sifatida mana shunga nima deysiz? Gepatit B jinsiy yo'l bilan yuqadi. Chunki gepatit B yuqish hisobi oddiy so'lekdan ham yuqadi gepatit. O'sha so'lek jinsiy yo'l bilan o'sha jinsiy aloqalarda yuqadigan virus hisoblanadi. Endi aytayotganingiz, erida bor ekan, yo xotinida bor ekanda yoki erida bor ekanda, bunda yo'q ekan. Bu degani yo vaksinatsiya qildirgan bo'lishi mumkin. Kelin vaksinatsiya qildirgan bo'lishi mumkin. Asosan shundan bo'lishi mumkin. Chunki 91-yildan boshlab bizda O'zbekistonda vaksinatsiya, gepatit B dan vaksinatsiyalar boshlangan. Xudoga behisob shukr, virusning gepatit miqdori B si kamayib ketdi. Xudo xolasa butunlay yo'q bo'lib ketsin. Lekin vaksinatsiya qilinmagan insonlarda B yuqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Er-xotin bo'lganidan keyin gepatit yuqish ehtimolligi yoki o'zi yoshligida gepatit bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin, organizmda antitelasi bo'lishi mumkin, o'shani yuqmagan bo'lishi mumkin. Chunki gepatit agar organizmda bo'lmasa, yuqish ehtimolligi gepatitda 99%. Bu degani oddiy qonni qo'liga tegib qo'ysa ham gepatit xavfliroq hisoblanadi. Yana undan xavfligi o'sha gepatit bilan biz ishlaganimizdan keyin shunaqa narsa borki, gepatit B har doim yoniga delta virusini ham o'ziga chaqirishi mumkin. Mana shu delta virusini chaqirganida bu juda xavfli hisoblanadi. Bu sirrozga olib keladi. Sirroz oqibati gepatit sellarining rakka olib keladi. Biz ishlatmoqchi bo'lgan narsamizda mana gepatit B bilan D degani nima degani? D virusi xuddi bolasi hisoblanadi. B onasi bo'lsa, D bolasini qo'lidan ushlab olib yuradi. Gepatit B bo'lmagan odamga delta yuqmaydi hech qachon. B D ni yuqishi uchun albatta gepatit B bo'lishi shart. Bu degani HB antigen. Organizmda bo'lsa, D ni yuqtirish mumkin. Agar organizmda virusda masalan B bo'lmasa delta yuqmaydi. Lekin mana shu gapingizga kuni kecha bo'ldi, 3 kunmi 4 kun, bir hafta bo'lmadi. Telefonda murojaat bo'ldi. Men topshirdim, menda gepatit D chiqdi. B chiqmadi dedim. Men aytdim, bo'lishi mumkin emas dedim. Qayta topshiring desam, yo'q topshirdim, chiqmadi dedi. Shu bo'lishi mumkinmi? Bunaqa narsa B bo'ldi, chiqmadi, D bor degani, bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Faqat qanaqa deb tushuntirib beraman sizlarga. B ni miqdori shunchalik ko'payib ketganki organizmda. Buni tekshiruvchi u anaqasi apparat o'sha ko'ra olmayapti. Shunchalik B ni ichiga D o'sha qo'shilib ketgan. B masalan D hech qachon B siz bo'lmaydi. Lekin ko'p analizlar bo'ladi. Mana masalan PCR analizlardan tekshirganimizda virusning soni, gepatit B ning soni juda kam miqdorda bo'ladi-da. Masalan 100 ta dona yoki 1000 ta dona. D ning virusining soni millionta bo'ladi. Bu degani nima degani? Bu degani virus shunchalik ko'payib ketishini oqibatida o'sha oldingi B bo'lib kasal bo'lib o'tgan odamni virus hammasi B sini ustiga D o'tirib olgan bo'ladi. Bu degani bu yaxshi prognoz emas. Bu уже sirrozga olib keladi, sirroz oqibati rakda. O'sha uchun hozirgi paytda virus B ga, D ga dorilar chiqqan, davosi chiqqan. Lekin butunlay davolanmayapti ular. Ular faqat virusni ko'payishini, to есть virusning replikatsiyasi degani ko'payishini to'xtatib qo'yibdi. Inson o'sha parhezni qilib yoki boshqa dorilarni ichib turib hayotini kechiryapti. Lekin gepatit C dan dorilar hozir chiqqan, hammasi davolanyapti. 99% gepatit C ni davosi chiqqan. O'sha uchun o'z vaqtida davolanish kerak. Ba'zilar aytadi,
virusologiyada yotib chiqdim, 10 kun tam 14 kun davolandim. Shu bilan bo'ldimi, men qutuldimmi deydi. Shu savolga nima deysiz? Bizning virusologiya markazimiz juda yaxshi ishlashadi ular. Bu yerda 10 kun yotib chiqdi degani o'sha uyda ololmaydigan kapelsinlarni yoki muolajalarini o'sha virusologiyada olib chiqishadi. Lekin bu 10 kun yotib chiqdim degani bu tuzalish degani emas. 10 kun o'sha kerakli kapelsinlarni uy sharoitida qilolmagan narsalarni o'sha topib chiqqani hisobiga tuzaldim deb fikr qilishmasin. Gepatit B kasal bo'lgan odam yoki D bo'lgan yoki C bo'lgan har doim doktor nazoratida bo'lish kerak. Mana gepatit C ni agar to'g'ri davolasa 3 oydan 6 oygacha davolab yo'qotsa bo'ladi. Surunkali gepatit C ni. Gepatit B ni davolash uchun uni muzlatib qo'yish degandek bizda fikr bo'ladi. Virusning sonini to'xtatsak, qachon biz rezultat oldik deb aytamiz. Virusning sonini, miqdorini kamaytirdik, bir me'yorda ushlab qoldik. Ikkinchisida jigar fermentlarini, pokazaniyalari o'sha hammasi joyiga tushsa, o'zida o'zgarish bo'lib, anaqa fibroskanda pasaysa, anaqalari ko'rsatkichlari o'shanda biz bu narsaga e'tibor bergan bo'lgan bo'lamiz. O'shanda inson baribir o'ziga dietani ushlab turib, qarab yuradi. Agar bularning miqdori tushmaguncha lecheniya qilaveriladi. Bu gepatit B ni lecheniyasi yo D ni lecheniyasi asosan virusga qarshi dorilar bor-da, o'shalarni ichib turishga butun umrbodgacha ichish kerak bo'ladi. U dorini. Qachon to'xtatadi u dorini? Virusning soni to'xtadi, kamaydi. Kamaygandan keyin fermentlar joyiga tushdi. Undan keyin to'xtatib tursa bo'ladi. Lekin qaysidir vaqtdan keyin yana avjiga chiqadigan bo'lsa, yana shu narsani qaytaradi. Mutaxassis bilan har 3 oy 6 oyda muloqotda bo'lib turish kerak-da. O'sha uchun buni asorati B bilan D ni, C ni asorati yomon bo'lgani uchun bunga e'tibor kuchli berish kerak. B, C, D. Bularning ichida eng xavflisi qaysi? Endi hammasi xavfli. Qachon qaralmasa. Agar biz qarab turadigan bo'lsak, masalan, shu virusga vaqtida dorisini ichib tursak, vaqtida mutaxassisga borib tursak, parhezimni ushlab tursak, bularni hammasini kontrol qilish mumkin. Aytganimdek, gepatit C ni hozir mutlaqo 99% davolaversa bo'ladi. O'shanga befarq bo'lmaylar. Xos dorilari bor, o'shalarni hammasini ichib, o'sha gepatit C ni davolasanglar bo'ladi. Gepatit B ni bilan deltani dorilari bor, ularni virusning sonini kamaytirib tursanglar, jigar faoliyatini yaxshilab tursanglar, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasizlar. Keyin yana bir ikkita murojaatlar bo'lgan, kommentariyalar bo'lgan. Mana gepatit B bo'ldim yoki qaysidir gepatit bo'ldim, davolandim yoki qarindoshim bo'ldi. Endi qancha umr yashaydi bu inson deb savollar ham berishgan. Endi asosan asoratidan qo'rqishimiz kerak-da. Mana masalan qorinda suyuli yig'ilishlardan qo'rqishimiz kerak. Gepatitlarning asoratlari juda og'ir bo'ladi-da. Mana gepatit B larning asoratlaridan, D ning asoratidan yoki C ning asoratidan mana assid deymiz. Assiddan tashqari qizil o'ngach venalarni kengayib, o'sha yerdan qon ketib qolishdan, mana shundan inson nobud bo'lib qolishi mumkin. Gepatit B ga yoki D ga o'sha dorilarni ichib turib, miqdorini, virusning miqdorini kamaytirib tursangiz yoki o'zingizni komfort holatga tushganingizdan keyin, fermentlaringiz joyiga kelganidan keyin dam olsangiz bo'ladi, dorisini ichmasdan. Dam olsangiz bo'ladi. Lekin o'sha dam olganingizdan keyin 3 oydan keyin yana bitta analiz topshirasiz. O'sha PCR degan analizi bor. Virusning soni ko'payyaptimi yo'qmi? Agar virus soni siz qilganingizdan keyin virusning soni ko'payib ketayotgan bo'lib, fermentlar ko'taradigan bo'lsa, yana lecheniyaga o'tirishingiz kerak bo'ladi. Bu degani o'sha surunkali virusli gepatitga o'tilgan davra deb hisoblanadi-da. O'shanga albatta qarab turish kerak. Buni misol tashab qo'yish mumkin emas. Bu odamlar, masalan, bemorlar doktorlar bilan juda qalin bo'lib turish kerak. O'ziga e'tibor berish kerak.